Orzusini ro'yobga chiqarish uchun o'zini rag'batlantirib $10 million chek yozgan aktyor haqida eshitganmisiz? Gollivudning eng mashhur aktyorlaridan biri muvaffaqiyatga erishish yo'lida qiyinchiliklarni boshidan kechirgan. Bolalik payti kambag'allikda o'tgan. Uning otasi ishini yo'qotgandan so'ng uning oilasi furgonda yashashga majbur bo'lgan. Maktabda esa aktyor ajabtovur qiliqlari tufayli uni ustidan sindoshlari kulib haqorat qilishadi. U bolaligidan komik aktyor bo'lish orzusi bilan yashagan. U hazilomuz gaplarni yozib, kichik klublarda chiqish qilgan, ammo uning chiqishlari muvaffaqiyatsiz yakun topadi, chunki tomoshabinlar uni hushtakbozlik bilan qarshi olishadi. Bir kuni u o'zini rag'batlantirish uchun aktyorlik roli uchun $10 million gonorar chekini yozib va aniq sanani belgilab hamyonda saqlab yuradi. Garchi o'sha paytda uning daromadi stabil emasdi. Uning aktyorlik daqiqasi Ace Ventura filmida suratga tushganida kelgan. Shuningdek, Ahmoqda Ahmoq filmida ham rol o'ynagan. O'ziga va'da bergan sanaga qadar u haqiqatda ham $10 million gonorar olgan. Jim Carrey tarixi shundan dalolat beradiki, hatto sizda hech narsa bo'lmasa ham o'zingizga bo'lgan ishonch va qat'iyatlik sizni yaxshi natijalarga yetaklashi mumkin. Asosiysi taslim bo'lmaslik va o'z orzularingizga erishish. Siz buni bilarmidingiz?